imkoniyatlardan unumli foydalangan holatda men va'da beramanki, respublika bosqichida ham chiroyli g'oliblar olib kelishga va'da beraman. Rahmat sizga. Top 100 talik, balki top 10 talik eng yaxshi dasturchi jamoasiga qo'shilgan holatda Namanganning sha'nini oqlashga harakat qilgan holatda va sizning shu mening talabam edi degan faxringizni olish uchun harakatdaman. Rahmat. Barcha shashq qalb sadosi bo'lib yangrab qo'limda yor aylanay tinglab orom olsin sevgili yorim. Namangan davlat pedagogika institutidan chiqqan shu talaba deyishlari uchun doim harakatdaman.